Voy. Men uyg'ondim sandig'imdan. Kamonimda olaman, olmozlarimda olmayman, o'qimda olaman, ketmonda olaman. Agrotimni sug'orishim kerak. Qani, voy, yo'q. Kim bu yerda bunday ahvolga soldi? Yo'q. Voy, dod. Qonlar tozalashim kerak. Voy, dod. Jamol, qalaysan? Ha, Baxtiyor, sen qalaysan? Iltimos, menga yordam ber. Meni bitta odam kelib, meni ana shu qayiqqa o'tirg'izib keldi. Xo'p, men hozir seni qutqaraman. Mana, seni qutqardim. Qayerga ketyapsan, ey? Yomg'ir yog'yapti, to'g'ri. Mana botlarni o'chirib qo'yayin-da. Shoshmanglar. Meni sirli joyimda kimdir bilib olgani yo'qmi? Beqam tushib ko'rish kerak. Xo'sh. Yo'q, bu yerdagi ustoshlar qani? Beqam ustolar bu yerdagi ustoshim kimdir o'g'irlab ketibdi-yu. Mayli, uyga kirayinchi. Jamol, bu yerda nima qilib turibsan? Eshikni yopayinchi. Nega bu yerda turibsan? Bismillah. Yo'q, men bu yerga tushib ketdim. Voy, endi qanday chiqaman? Yo'q. Xullas, men bu yerlarda umrbodga qamalib qoldim deb o'ylagandim. Negadir meni kimdir qutqarib olibdi. Men shunday shunchaki pastga qarab turgandim, kimdir narvon qo'yib meni qutqarib olibdi. Men bu yerdan ketamanmi yo'qmi? Davomini videoda ko'rib olasiz. Qani bo'lsam, ketdik video ko'rishga. Yo'q, bu yerga narvonni kim qo'ydi? Kim bo'lishi mumkin? Kim bo'lsa ham rahmat aytib, tashqariga chiqamiz. Jamol palakat yoki meni bu yerga tushirib yordim ekan. Hoy Jamol, sen meni tushirding bu yerga. Hozir sen qamal qopsan-u. Hozir seni qutqarib olayin. Bu yerlarni ham sindiraman. Chiq, bo'l tez. Bo'lsam men seni o'ldiraman. Yo'q, men seni yo'qman, seni tushirib olgandim. Yo'q, o'ldirma. Ay. Yo'q, o'ldirma, iltimos qutqar. Yo'q, hozir o'lib qolaman. Yo'q. Mayli, yig'lama, qutqara. O'lib qoldi-yu Jamol. Xo'p, mayli. Voy, dod. Meni imperiyam dabdala bo'ldi. Buni ham qo'yib qo'yish kerak. Meni imperiyam. Yo'q. Tushib ketay dedim. Ansherni yopib qo'ymasam, yopim kelmayapti. Ansherdan sekin o'tish kerak-da. Yo'q, Jamol. Bu yerdan qanday paydo bo'lib qolding? Ha, men o'lmas kashayman. Meni o'ldirsang ham men qaytib tiriluraman. Ha. Meni o'ldira olmaysan. Yaramas, o'lding-ku yolg'onchi bu yerda. Yaramas, yolg'onchi. Oppo, ansherni yopib qo'ymasam, asab bilan o'ynashyapti. Bu yerda normalniy qilib yopib qo'yish kerak. Bo'ldi. Meni imperiyamni kim bunday holga solishi mumkin, ey? Bu imperiyadan ketsammikan? Mayli, men ketdim bu imperiyadan. Oradan 2 soat vaqt o'tdi. Mayli, oyoqlarim og'rib ketdi, boshqacha da olmayman. Non qilib yeb olayinda. Wow. Buyda qaranglar. Voy, kimniki ekan? Kimniki bo'lsa ham eshikni taqillatib kirish kerak. Qani sekin. Kimdir bormi? Kimdir bormi? Hech kim yo'q shekilli. Bu yerda qaranglar, ey. Bu yerda 2 ta odam yotsa kerak. Qani, sandiqda hech kim eshitma yo'q. Bu yerda ham hech nima yo'q. Sandiqqa o'zimning narsalarimni qo'yib qo'yaman. Bularni olish kerak. Nonni ham olish kerak. Men narsalarimni yechib olib, ilib qo'yayin-da, ustosh qilaydiganga. Hammasini ilib qo'yish kerak. Bularni ham ilib qo'yish kerak. Men dam olishim kerak. Agar sizlarga video yoqayotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'linglar va videoga like bosinglar. Bu videoni 3-qismi chiqishini xohlasanglar, kanalimda 50 ta obunachi yig'ishinglar shart va videoda 10 ta like yig'ishinglar shart. Bo'lsam, xayr.